Qingda dadang turibdi. Duxingni berma qizim, xo'ppa. Ay, jiyanim qizim. Voy tavba, o'zi 4 ta shirog'ani ketyapmiz. Qizini urishga jo'natayotgandek xayrlashishini qarasiz. Birontasiga kuching yetmasa tosh bilan soqama. Davay. Nima qilamiz? Avtobusda ketamizmi? Yo'q, oyog'im o'rib qoladi. Hozir taksi chaqiraman, komfortidan. Yo'q tavba, qaydan quyosh chiqdi? Aka, sho'rpamidan nech puldan? Qornim yomon chiqib ketdi-da. Ikkitagina prashka biringizsanmikin? Yo'q, urishib tashlaydi-da. Enajonisi qoningiz ham toza chiqib ketgandir. Juring avval sizga 4 siqilin shashlik gapiraman. Chisi qo'yanchiq odam qanday mana menga eshakdek bo'lib qoldi ekan? Yo kimdir sovuq qildimikan? Ukajon Jerjanga rashk kampit yarim kilo sho'rdanak berib yuboring. Bo'ldi aka, anundan ham bir shita sovoraymi? Chakkinga qo'yib yuboraymi? Yo, постоянно aroq ichedingiz-ku aka. Ya avval ichgan bo'lsam ahmoq bo'lganman. Hozir oshirib yedim-ki, просто chesnak bilan piyoz yeganman. Yaqingacha aroqni ichiga kirib yotaydigan. Yangi yilni aroqni ichida dumalab kutib oladigan odamga jin urdimikan? Yo, prankmisiz? Voy, enajonisi menga erga pipsiga ustiga jarqlab kiyim kiymagansiz. Juringizga boshiga sarpa abiraman. Dada! Kızım, canım. Mana senga. Mana ortgan pul keragini ishlatasan. Kerak emas, qo'shamab turib menga sujinalik qilmang. Bittasini tomog'ansizda, sizni betib o'zgartirib qo'ygan oyimchi kim? Meni o'zgartirgan oyimcha mana. Nima? Qizingga o'zingga o'xshagan kuyov uchraydi deyshadi. O'ylab qarasam, eski o'zimga o'xshagan odam kuyovim bo'lsa, chidolmas ekanman. Sen ham birovni aziz qizisan. Qizimga nimani ravo ko'rsam, senga ham xuddi shunaqa er bo'lmoqchiman. Otalar qizini qanday yashashini xohlasa, xotinini ham xuddi shunday yashatish kerak deganlar bitta like bosib qo'yamiz.